Chang havo saraton chaqiradimi? Ha yoki yo'q? Keling, fakt bilan gaplashamiz. Havodagi mayda chang zarrachalari, ya'ni PM2,5 va PM10 ko'zga ko'rinmaydi, lekin ular nafas bilan o'pkaga kiradi. Eng kichik zarrachalar o'pkaning eng chuqur qismigacha, ya'ni alveolalargacha yetib boradi. Ba'zilari hatto qonga ham o'tadi. Keyin nima bo'ladi? O'pkada doimiy yallig'lanish boshlanadi. Hujayralar shikastlanishi kuchaya boshlaydi. Yillar davomida bu shikastlanishlar yig'ilib boradi. Natijada saraton rivojlanish xavfi oshadi. International Agency for Research on Cancer bu havo ifloslanishini saraton chiqaruvchi omil sifatida tan olgan. Eng ko'p bog'liqlik nima? Eng ko'p bog'liqlik bu o'pka saratoni. Bu bir marta chang yutganingizda rak bo'lasiz degani emas. Muammo yillar davomida iflos havoda yashash, agar bunga chekish qo'shilsa, xavf yanada oshadi. Rak ko'pincha tasodif emas. Bu yillar davomida yig'ilgan zarar natijasi. Shuning uchun uyda havo tozalagich ishlating. Kuchli chang bo'lsa, maska taqing. Chekishni tashlang. Profilaktika bu oddiy odatlardan boshlanadi.